Xitoy Xalq Respublikasi 2016-yildan buyon Shinjon Uyg'ur avtonom viloyati, ya'ni Sharqiy Turkistonda diniy inshootlar va islomiy madaniy merosni tizimli ravishda yo'q qilish siyosatini amalga oshirmoqda. Hukumat rasmiylari buni masjidlarni isloh qilish dasturi yoki ekstremizmga qarshi kurash choralari deb ta'riflasa-da, mustaqil xalqaro tashkilotlar bu jarayonni madaniy genotsid sifatida baholamoqda. Avstraliya strategik siyosat institutining hisobotiga ko'ra, 2016-2024-yillar o'rtasida Sharqiy Turkiston hududida 16 mingdan ortiq masjid buzilgan yoki shikastlangan. Shulardan kamida 8500 tasi butunlay yo'q qilingan. Sputnik tasvirlari va statistik modellash ma'lumotlariga tayanilgan tadqiqotda aytilishicha, buzilishlarning asosiy qismi 2016-2020-yillar o'rtasida amalga oshirilgan. Eng katta zarar shahar markazlaridan Urumchi va Kashgardan tashqari chekka hududlarda kuzatilgan. Buzilmagan masjidlar ham Xitoy hukumati tomonidan qayta ta'mirlanib, gumbaz va minoralari olib tashlangan. Binolarning tashqi ko'rinishiga davlat ramzlari, Xitoy bayrog'i va gerblari qo'yilgan. Natijada masjidlar diniy ma'naviyatdan mahrum, ideologik ramzga aylantirilgan. Ta'mirlanmay qolgan yana ko'plab masjidlar oshxona, restoran, do'konlar, ishlab chiqarish fabrikalari yoki shunchaki tashlandiq joylarga aylantirilgan. Avstraliya strategik siyosat institutining ma'lumotlariga ko'ra, Sharqiy Turkiston hududidagi ziyoratgohlar va qabristonlarning ham qariyb 1/3 yo'q qilingan. Fransiya xalqaro axborot agentligi 2023-yilda o'tkazgan surishtiruvda o'nlab qabristonlar buzib tashlangani, ayrim joylarda qabr toshlari va odam suyaklari ochiq holda yer ustida yotganini fotosuratlar bilan hujjatlashtirgan. Avstraliya strategik siyosat institutining tadqiqotida yana bir muhim nuqta qayd etilgan. Sharqiy Turkistondagi o'rganilgan hech bir nasroniy cherkov yoki buddaviy ibodatxona shikastlanmagan yoki buzilmagan. Bu holatlar Xitoy siyosatidagi selektiv yo'nalishni, ya'ni aynan musulmon aholini va ularning madaniy ramzlarini yo'qotishga qaratilganini yaqqol ko'rsatadi. Xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, hozirda ham Sharqiy Turkistonda 380 dan ortiq qamoq markazlari va qayta tarbiyalash lagerlari faoliyat yuritmoqda. Bu markazlarda 1 milliondan ziyod Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon turkiy xalq vakillari saqlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Xitoy hukumati bu muassasalarni kasb-hunarga o'qitish markazlari sifatida ta'riflab, xalqaro tanqidlarni rad etadi. Biroq BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi hisobotlarida bu markazlarda majburiy assimilyatsiya, diniy ta'qib va ruhiy bosim usullari qo'llanilayotgani qayd etilgan. 2016-2024-yillar orasida Sharqiy Turkistonda amalga oshirilgan masjidlarni isloh qilish siyosati aslida islomiy madaniyatni yo'q qilish, milliy o'zlikni siqib chiqarish va davlat mafkurasini Uyg'ur musulmonlariga singdirish dasturi ekanligi namoyon bo'ladi. Bu faqat diniy erkinlikka qarshi harakat emas, balki butun bir xalqning tarixiy xotirasini, me'morchilik merosini va ma'naviy hayotini yo'qotishga qaratilgan madaniy genotsiddir.